Shaharlararo taksistlar, iltimos, turistlarni aldamanglar. Hayron qolaman, ba'zi paytda odam nima deyishga ham, ta'riflashga ham til ojiz bo'lib qoladi. Kuni kecha Turkmanistonlik bir do'stimizni Toshkentdan Buxoroga kuzatdim, ya'ni borib birinchi avtobusdan chipta olmoqchi bo'ldik, lekin uning vaqti tig'izligi sababli Buxoroga ketadigan taksistlarga uchrashdik. Bir kishi aytdi, qayerga borasan? Biz aytdik, endi Turkmaniston bilan chegaraga borish kerak, ya'ni Olot tumaniga, Buxoro viloyatini. Shunda qancha berasizlar? Hatto savdolashdik, 300 ming so'mga kelishildi. O'sha yigitning puli kamligi bois biz aytdikki, 300 ming so'mga Olot tumanigacha olib borib qo'yish kerak bizni dedik va bo'ldi, olib borib qo'yadi deb bir mashina bilan gaplashdik. Malibu qora raqamli. Iltimos, mana shu videoni o'sha haydovchi ko'rishi uchun ham ko'proq tarqatishga yordam beringlar. Va u kishi olib borib qo'yamiz shu 300 ming so'mning ichida deb aytdi. Va u kechasi qo'ng'iroq qilgan, telefonim ovozsiz rejimda bo'lganligi sababli men uni eshitmaganman va WhatsAppda menga yozyaptiki, 150 ming so'm evaziga men Buxorodan o'sha chegaraga borishimga to'g'ri kelyapti, puldan yordam bera olmaysanmi? Chunki bu taksist meni tushirdi va men olib bormayman deb turib oldi deb aytayapti, yozgan. Va bir 2 soatlardan keyin bo'ldi, pul topdim deb xabar qilib qo'ygan. Men endi umuman bu narsadan xabarim bo'lmadi va aytmoqchimanki, nima uchun shunaqamiz? To'g'ri, hammamiz emas, lekin jamiyatimizda nimaga shunaqa taksistlar yoki boshqa bir kasb egalari ham bor? Shu yo'l bilan qanday qilib oilasini boqadi shunaqa haydovchilar yoki taksistlar yoki boshqa bir kasb egalari? Aldov yo'li bilan, firib yo'li bilan, qolaversa xorijlik fuqaroga lafzsizlik qilish. Bu qanchalik bizni millatimizga, bizni dinimizga to'g'ri keladi? Iltimos, ushbu videoni tarqatishga yordam bering. Zora mana shunaqa qilib yurgan haydovchilar bo'lsa, ko'rishsin va to'g'ri xulosa chiqarishsin va ulardan so'rab qolgan bo'lardimki, iltimos, xorijlik fuqarolarga o'zimizga qilsalaring qilinglar, bizlarni aldasalaring ham xorijliklarni aldamanglar. Musofir ular. Vatanga bir necha kunga kelib ketayotgan musofirlar va ular o'zini vataniga borganda O'zbekistonda mana shunaqa aldashdi, mana shunaqa kiydirishdi deb turib yomon xotira bilan so'zlab yurishadi. Endi u yigit umrini oxirigacha O'zbekistonda taksist meni kiydirgan, meni aldagan deb aytib, yomon xotira bilan eslab yuradi.